Hürmetli vatandaşlarım, leksiyemizi davamlaştırırız. Amerika matbuatları agahlandırış bədi. Cungo payçek bazarı gumran boludu. Kolundaki payçekni derhal setevet dedi. Mavzulu haber 3. ayının 24. gün dovitor beti ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Cungo'nun payçek bazarı 2015 yılı təvirdib bütün dünyanı ensiretti. Cungo'nun payçek bazarı 2015 yılı təvirdib bütün dünyanı ensiretti. 2016 yılı başlanış bilalla bu bazargı yana kıyım boldu. Amerika'nın maliye matbuatları yakında agahlandırıp məbləğ salgıçılığa naiti tüzlük bilen kolundaki payını setivit işini çakarak kıldı. Amerika'nın maliye matbuatları agahlandırıp məbləğ salgıçılığa naiti tüzlük bilen kolundaki payını setivit iş doğrusu da çakarak kıldı. Amerika'nın dağınıq pul muamele uçuru torbeti de sürekli 3. ayının 22. günü makale ilan kılıp mundak görsetti. Cungo'nun payçek bazarı gumran boludu. Kolunladıka payçeklerini derhal setivitinler. Süret makale ilan kılıp 3. ayının 22. günü mundak görsetti. Kolonlardaki Cungo'nun payçek bazarı gumran boludu. Kolonlardaki payçeklerini derhal setivitinler. Hazır satmasanlar keçke kalısılar. Makalede mundak görüsüldü. Umumyüzlük texnikilik tahlil kılıç şunu görsetti ki Cungo'nun payçek bazarı da Cungo'nun payçek bazarı pat ardı gumran buldu. Texnikilik analiz ve tahliller şunu görsetti ki Cungo'nun payçek bazarı pat ardı gumran buldu. Şanghay'nın umumi körsetkiçinin qaraganda xatar ötken yılı 12. aydan beriki en yuqori basqıçqa yetib keldi. Bloomberg Asiya tunji qatnash yuqori iqtisodshunos Ovliyin maqala yazib mundaq ko'rsatdi. Jungo'nun 2016 yılı qiyin bir yıl oldu. 2016 yılını Jungo yılı desem bu yıl qiyin bir yıl oldu. Payçek bazarda baha düşüdü. Xalq pulunun qimmeti düşüdü. Siyaset hatalığı bu özgür işlerge hemrah bulup geldi. 1. ayının 28. gün Şanghay payçek umumi körsetkiçi 2015 yılının yıl ahırdaki 3.539 noktadan 2.650 noktaga düştü. Şundan keyin siyaset belgilgüçilerinin maslashib hareket qilishi bir az muqimliqni asliga keltirdi. Jungo'nun vaziri Li Keqiang kuch bilan rag'batlantirishga va'da berib, Jungo iqtisodining o'sish nisbatini bu yil 6.5%ga yetkazmoqchi bo'ldi. Jungo Markaziy Bankisi xalq puli masalasidagi sukutni buzib tashlab, xalq puli dollarga uttirib qo'ygan ba'zi yerlarni asirga keltirib oldi dedi. Nazorat komitetining raisi Shaogangning ismi o'tgan yili paychek bozorida baho tushib ketishga bog'lanib qoldi. Keyin bu kishining, ya'ni Shaogangning xizmati yetkib etildi. Siyasette yürüyüş ve konkret mazmunun paydalı buluşu neticesinde Şanghay payçek bazarda umumi körsetkiç qaytadan 3000 noktaga yetip geldi. Lekin bu yeni holatga vakillik qildi. Belki yana davomli o'rlashning boshlanishi bo'lishi mumkin. Yoki bo'ron chopqon yetib kelishning oldidagi jimlik bo'lishi mumkin.
yana davomli kuzatishga to'g'ri keladi. Nobel mukofotiga erishgan iqtisodshunos Paul Krugman bu yil 2 ayda Amerikada Sodishki xabarlari jurnalida muxbirning ziyoratini qabul qilganda Jungoning iqtisodi to'g'risida to'xtaldi. Jungoning navbatdagi vaziyati to'g'risida to'xtalganda Krugman mundaq ko'rsatdi. Jungo meni qo'rqatdi. Men qo'rqdim Jungodan. U yana mundaq ko'rsatdi. Jungoning oldida zo'r bir darajada tartibga solish masalasi bor. Ularning iqtisodi davomlashtirg'ili bo'lmaydigan mablag' solish ustiga qurilgan iqtisod. Jungoning iqtisodi davomlashtirg'ili bo'lmaydigan faqat mablag' solishga tayinib qolgan iqtisod. Mablag' solish tipli iqtisod iste'mol qilish tipli iqtisodga o'zgarish kerak. Masalan, iqtisod qilib boshqarmoqchi bo'lsam, mablag' misol, anandagi iste'mol qilishni bil, ishlab chiqarishni, mahsulotni, ishlab chiqarish mahsulotini iste'mol qilishni bil. Hozirgacha ularning, ya'ni jungoliklarning iqtisod masalalariga taqobil turish tadbirlari pul muomala xabarlarini qamal qilib, kishilarni xushal qiladigan hikoyalarni so'zlashlar bo'ldi xolos. Biz yuqori to'xtalib keldik. Hozir bu 3 parcha leksiyada Xitoyning iqtisodiy ahvolining nima ekanligini ko'rdik. Bular oxirdagi bir nuqtada Amerikaning matbuot, masalan, moliya matbuotlari nima debdi? Jungoda paychak bozori gumron bo'ladi. Qo'lingda pay bo'lsa, chek bo'lsa, darhol satavat debdi. Bu 3 parcha maqola bugun sizlarga va leksiya bugun sizlarga Jungoning hozir iqtisodiy ahvoli nima degan masalaga munosabatli leksiyalardi va xabarlardi. Demak, bir davlatning iqtisodi mush holga kelganda uning siyosatida nima o'zgarish bo'ladi? Masalan, ichki siyosatida, tashqi siyosatida nima o'zgarish bo'ladi? Biz bunga yaqindan diqqat qilib turishimiz lozim, hurmatli vatandoshlar.